Mayitni qabrda kutadigan ilk voqealar. Mayit qabrga qo'yilib, ustiga birinchi tuproq tushishi bilanoq qabr unga shunday deydi: sen mening ustimda farog'atda eding, bugun endi sen mening bag'rimda mag'zum bo'lasan. Sen mening ustimda turli noz-ne'matlarni yeb ichding, mana endi bag'rimdagi qurt-qumursqalar seni yeydi. Qabr ustiga tuproq tamomila tortib bo'linguncha unga shunday achchiq so'zlar aytishda davom etadi. Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan so'radi: yo Rasululloh, mayit qabrga qo'yilishi bilan qanday voqealar yuz beradi? Ey ibn Mas'udning o'g'li, bu savolni menga sendan boshqa hali hech kim bermagandi. Faqat sen so'rading. Inson qabrga qo'yilgach, birinchi bo'lib Ro'mon degan farishta qabrga kirib aytadi: ey Allohning bandasi, amalingni yoz. Mayit esa: menda yozadigan qalam yoki qog'oz yo'q-ku deydi. Ro'mon: kafaning qog'ozing, qalam barmog'ing, siyohi seni qoningdir deydi.